Voy tavba, pul beraman desam ham hech kim yo'q. Bo'lajak keliningiz olasiz. Bo'laveradi bu ham bitta. Bo'lajak keliningiz olasiz. Telefoningizga nima deb saqlayingiz qilasiz? Kelinimmi? Qizim deb. Voy mashalloh. Yutib oldilar. Qizim deyman. Ana opajon, 100 ming so'm pul. Rahmat, rozi bo'linglar. Rost ekanmi? Rost ekan. Sog' bo'linglar, yaxshi ishlanglar. Sizlar ham yo'q kelinga boshqa qilib borib savol bersam 100 ming so'mdan pul yutib olishlaring mumkin. Keliningizni nima deb saqlayingiz qo'ying? Roza kelinim. Agar qizim deb saqlayingiz qilib qo'yganingizda men sizga 100 ming so'm pul yutug'ini berardim. Kelinlari ko'p ekan, Shahnoza kelinim deb saqlayingiz qilgan ekanlar. Telefon ishlatasiz, a? Telefoningizga keliningizni nima deb saqlayingiz qilgansiz? Ha. Gavharoy. Agar qizim deb saqlayingiz qilganingizda sizga 100 ming so'm pul berardim. Sog' bo'linglar. Kelinimmi? Otini yozganman. Xolisxon kelin deb. O'sha keliningizni telefoningizga kim deb saqlayingiz qilib qo'ygansiz? Qizim Zulfiyaxon deb saqlanadi. Bitta ko'rsak bo'ladimi? Mashalloh pulni yutib oldilar. Qizim Zulfiyaxon, ko'rishlaring mumkin. Xolajon, mana sizga 100 ming so'm pul. Tabriklayman. Sog' bo'ling. Hamma qaynonalar kelinlarni qiz deb qabul qilsin, chunki u qizi bir qadam narida qizi o'zini qalbida yashaydi. Sog' bo'ling. Yonida xizmatida bo'ladi. Sizlarga qaynonalar ko'paysin. Rahmat katta xolajon, sog' bo'ling. Keyingi g'olibimiz siz bo'lishingiz mumkin. Menga obuna bo'lib kuzatib boringlar. Juda ham ko'p kontentlar olamiz. Keyingi safar menga obuna bo'lganmisiz deb so'rab olishim mumkin. G'olibimiz siz bo'lishingiz mumkin.